Assalamualaikum hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumat televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xitoy internet aldamchiligiga duch kelganlikdan juma kuni korxonalarning sazgur shaxsiy sonliq ma'lumotlarini to'plashning oldini olishni maqsad qilgan keng ko'lamli maxfiy qonunni ma'qulladi. Beijing texnika katibaşları shaxsiy sonliq ma'lumotlarni yig'ib olishni nishon qiladi. Xitoyning yuqori darajali qonun chiqarish organi ma'qullagan yangi qonun shaxsiy uchurlarni bartaraf qiladigan davlat va xususiy o'rinlarning sonliq ma'lumot to'plashini azaytish va abonentlarning ma'qulligini olishni talab qiladi. Ammo Xitoy davlat bexatarlik apparatlarining shaxsiy sonliq ma'lumotlarga erishish va saqlashi qo'g'diladi. Yangi qoidalar yana Xitoyning texnika sohasini texmo zilzilaga soladi. Bu qonun dunyodagi eng qattiq tor maxfiyatligini qo'g'dash qonunining biri bo'lgan Yevropa Birleşmesining sonliq ma'lumot qo'g'dash nizomidan o'rnak olib chiqarilgan. Beijingdagi maslahat berish shirkati Trivium Chinaning hamkorlashuvchisi Kenra Schaefer Xitoyning yangi maxfiy tuzumi dunyodagi eng qattiq tuzum dedi. Xitoy bu qonun orqali kelgusi 40 yoki 50 yilda raqamli iqtisodning ulini barpo qilishni maqsad qiladi. 11 oyning 1 kundan boshlab yo'lga qo'yilgan bu qonunda yana Xitoy fuqarolarining shaxsiy uchurlarining sonliq ma'lumot bexatarlik o'lchami Xitoydan tuvan davlatlarga yetkazili bo'lmaydiganligi. Bu qoidalarning chet el korxonalariga masala elib keladiganligi ko'rsatildi. Ijro qilmagan shirkatlarga 50 million yuan, ya'ni 7 million 600 ming dollar jarimana yoki yillik tijorat summasining 5% jarimana qo'yilishi mumkin. Ammo butun mamlakatdagi Xitoy shaharlari kuzatish kamerasi bilan qoplangan. Ba'zilari chiroy tunishga mos keladigan bo'lib, har kuni biologik uchur to'playdi. Huquq tashkilotlarining aytishicha, Sharq Turkistondagi aholilar yon telefoniga o'rni, surati, qisqa uchurlarga soqchilar erisha oladigan yumshoq detal o'rnatishga majbur bo'lgan. Taliban dunyodagi musulmonlarning zulmiga qarshi turgan, ammo Uyg'ur musulmonlarining uchrayotgan zulmiga sukut qilgan. Afg'onistonning poytaxti Kabulning Talibanlarning qo'liga tushib ketishi Afg'oniston ayollari, ba'zi diniy guruhlar, burunqi hukumat va Amerika bilan yaqin munosabatda bo'lganlar Afg'onistondagi Uyg'urlar uchun krizis paydo qilgan. Bir Uyg'ur ayol kishilik huquq faoliyatchilariga agar biri eshikni cheksa, bizni Xitoyga qaytarish uchun kelganlar deb andish qilaman degan. Taliban bayonotchisi Suhail Shahin oldingi oyda Xitoy davlat axborot agentligiga Xitoy do'stona davlat, biz uning Afg'onistonni qayta qurish va taraqqiy qildirishni qarshi olamiz degan. Shundaqla Beijingning Sharq Turkiston islom harakati bilan munosabati bor deb gumon qilinganlarni yig'ib olishga yordam berishni xohlaydiganligini jakarlaganda bu qo'rqinch texmi kuchaygan. Bu yilning boshida og'dirilgan Afg'oniston hukumati Xitoyning Afg'oniston Uyg'urlarini qamal qilish uchun Afg'onistonda soxta Sharqiy Turkiston islom harakatining bir parchasini qurgan 10 Xitoy hukumat josusini qo'lga oldi. Bu Beijingning faqat bir qancha yuz qurolliq unsurni tashkil qilgan islom guruhiga tutgan pozitsiyasini ko'rsatib beradi. Hozir Afg'onistonda 2000 dan ortiq Uyg'ur yashaydigan bo'lib, ko'pinchisi uzun yillardan beri Afg'oniston grajdanligiga o'tgan bo'lsa-mu, salohiyat guvohnomasida Xitoy ko'chmanlari deb eskartilgan. Ular Talibanning Beijingga yaxshi ko'rinish uchun buni qo'llanishdan ansiraydi. Taliban bayonotchisi oldingi oyda muxbirga biz mayli Falastinda bo'lsin, Bermada bo'lsin, dunyoning har qanday yeridagi musulmonlarning va ya musulmon bo'lmaganlarning ishlariga ko'ngil bo'lamiz. Ammo bizning qilmaydigan ishimiz Xitoyning ichki ishlariga aralashish degan. Taliban Pokiston hukumatining diplomatik qo'sh nutqini o'rnak qilib, dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning zulm qilinishiga qarshi turgan. Ammo Beijingning rahim shafqatiga erishish uchun Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qilgan zulmiga sukut qilgan. Xitoyning Pokistondagi Uyg'urlarni ovlash doklatining avtori Bradley Jardin Xitoyning Talibanlar bilan ma'lum darajada diplomatik munosabat o'rnatganligini kafolatga ega qildi. U yozmasida 90-yillarning oxirida Taliban Xitoyning talabiga binoan bir turkum Uyg'urni chegaradan qo'g'lab chiqardi. Oxirida Uyg'urlarning Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashda ko'rik qilib, ehtiyojli mablag'ga erishdi. Xitoy Talibanlar bilan bo'lgan gullanish munosabatini fursat sifatida ishlatib, Afg'onistondagi Uyg'urlarga qarshi harakatini kengaytirib, rayon ichidagi Uyg'ur qurolliqlari deb qaragan har qanday narsani yo'qotdi. Afg'oniston Uyg'urlari hozir Talibanlarning kontrolidagi rayonlarda qolishni tanlasin yoki qo'shni davlatlarga qaytishga urinsin,
Hujjatlaridagi Xitoydan kelgan ko'chman degan belgi ularni ajoyib xatarga duchor qildi dedi. Abdulaziz Efendi ismli bir Afg'onistonlik Uyg'ur kishi Uyg'ur inson haqlari turining muxbiriga Xitoyning Talibanlar bilan kelishim imzolab, ag'darilgan Afg'oniston hukumatidan qolgan kimlik va boshqa hujjatlarni ziyorat qilishdan ansiraydiganligini aytdi. Shundaqla Uyg'urlarning kim ekanligini tekshirish bir qadar oson dedi. Kishilik huquq gruppasi ogohlantirib, biz Talibanlarning Afg'onistondagi har xil biologik sonliq ma'lumot ombiri va uskunalarga erishishi mumkinligini tushunamiz dedi. Tez o'zgarayotgan bu reallik Afg'oniston Uyg'urlarini yangi bir qator vahima bilan ta'minlaydi. 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon Londonning g'arbiy shimolida yashaydigan Pravoslaviya diniga mansub Anderpo ismli bir Yahudi Xitoy elchixonasining sirtida Xitoyning jazo lagerlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Bexatarlik sababi bilan familiyasining oshkorlanmasligini talab qilgan bu faoliyatchi kelar yili Barnetta kengash kandidati bo'lib tanlanishni iltimos qilgan Ishchilar partiyasining a'zosi. U partiyaning ochiq xat rahbari Kiber Starmerga tweet yo'llagandan keyin islom dushmanligi sababidan bu harakatni to'sib olganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu xat İşçilar partiyasidagi musulmonlarning o'chmanligini yo'qotish va'dasini halqiliq va muhim qadam sifatida qarshi oladi. Xatda garchi islom tinchlik va izzat hurmatning asl dini bo'lsa-mu, ammo so'z erkinligi emgakchilarga dinni surishtirish huquqi beradi. Ularning ko'z qarashi kamsitish va xatarlik emas. Islom dushmanligi islomdan qo'rqish ma'nosini bildirdi. U islom dinini tanqid qilishni darhol rad qiladi. Biz partiyamizda bundaq aqlni kontrol qiladigan mustabidlikka yo'l qo'ymaymiz. Ishlatishga tegishli bu so'z diniy yoki irqiy sababdan boshqalarni o'ch ko'rish. Bu musulmonlarga qarshi o'chmanlik. U hamisha xato deyilgan. Anderpoga o'zining bu ochiq xatni Twitterga yo'llaganligi uchun uning endi yerlik kengashning kandidati bo'lishga mos kelmaydiganligini va uning barobarlik engining kamchilikini, o'zining Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishiga qarshi turgan 2 yillik namoyishiga sal qarag'anligini aytdi. İşçilar partiyasi biz bir partiya bo'lish sifatimiz bilan musulmonlarning ular duch kelgan o'chmanlik, bir taraflama qarash va irqchilikni jumladan ularni tasvirlashda qo'llanilgan atalg'ularni aniqlash kerak deb qaraymiz dedi. Mustafa Kemal Atatürk mustaqillik biz bugun va'da qilgan vazifaning ruhiy mohiyatidir. Bu vazifa tarix va xalqqa va'da qilindi. Biz bu vazifani o'rindashga va'da qilganda iqtidorimizni joriy qildirish masalasi haqida ko'p o'ylandik. Natijada bizdagi qanoat va iymonning bizni muvaffaqiyat qozondiradiganligiga ishondik. Biz ishni mushundoq boshlagan insonlar. Biz izzat va shon-sharaf bilan yashashni xohlaydigan millat. Mustaqillik albatta siyosiy, pul muomala, iqtisod, adliya, harbiy va har jihatdan to'liq mustaqillikni ko'rsatadi. Men sanab o'tgan bularning birərsida mustaqillikdan mahrum qilish, millat va davlatning talto'kis mustaqilligidan mahrum qilishni ko'rsatadi degan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.